Hop. Sabab bo'ldi yongan joni, jallatdir qara ko'zlaring, yitirmas meni amona, jallatdir qara ko'zlaring. Sabab bo'ldi yongan joni, jallatdir qara ko'zlaring, yitirmas meni amona, jallatdir qara ko'zlaring. Canım yalnız yakka yurma, yomon yaxshi yuzing ko'rma, qora ko'zga qo'yib surma, ofatdir qara ko'zlaring. Canım yalnız yakka yurma, yomon yaxshi yuzing ko'rma, qora ko'zga qo'yib surma, ofatdir qara ko'zlaring. Musulmon dini iymoni ummatdir qara ko'zlaring. Maqtum qiluyar armoni, yig'latar bashar g'ilmoni. Musulmon dini iymoni ummatdir qara ko'zlaring. Sabab bo'ldi yongan joni, jallatdir qara ko'zlaring, yitirmas meni amona, jallatdir qara ko'zlaring. Jonim yolg'iz yakka yurma, yomon yaxshi yuzing ko'rma, qora ko'zga qo'yib surma, ofatdir qara ko'zlaring. Ana sho'xidan so'raganlar uchun nihoyatda sho'xidan taqdim etildi. Va meni biladigan muxlislar bilishadiki, juda ham raqsga tushishni yaxshi ko'raman va hozir to'g'risini aytib, mazza qilib raqsga tushib kayfiyatim. Nafaqat siz Nigoraxon, balki mana shu taronani bevosita teleekranlar oldida tomosha qilgan aziz teletomoshabinlarimiz ham nazarimda raqsga tushib yuborishdi. Bunga hech qanday shubham yo'q va bizga mana shunday yuqori kayfiyatni taqdim etgan studiyamizning navbatdagi mehmonini virtual studiyamizdan davramizga taklif etar ekanmiz. Demak, O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Lazgi ashula va raqs ansambli xonandasi Xurshid Sobir